Assalomu alaykum. YouTube muxlislari, mavsumiy ishga qiziqadigan barcha hurmatli obunachilar. Siz bilan Montenegrodan kichroq video olishga qaror qildik. Bugun dam olish kunimiz. Ishlaganimizga ham mana bir hafta bo'ldi. Bir haftada Montenegroga kelib, ishni boshlab, xudo xolasa deb sekin ertalab soat 8:30 hozir. Ishimiz ham shu dengiz yonida joylashgan mehmonxonada. Montenegro haqida gapiradigan bo'lsak, bu davlat, agar siz albatta YouTube'dan yoki ChatGPT'dan savol berib bilib olishingiz ham mumkin. Oyliklar qancha, qanaqa ishlar topsa bo'ladi yoki ba'zi bir Telegram kanallardan xulosa chiqarishingiz mumkin. Lekin real tajriba asosida o'zimni boshimdan o'tkazib sizga gapirib beradigan, ya'ni qanday keldim va qancha pul topish kerak, barchasini albatta vaqt ko'rsatadi. Bir oy ishlab qo'limga pul olib, lekin shundoq ham internet ham bu narsani tasdiqlaydi. Qo'lingizda shartnoma bo'ladi albatta. Shuni asosida bemalol ishlab ko'rishingiz mumkin. Kelajakda qancha ishlab topsa bo'ladi, kelsa bo'ladimi yo'qmi, qanchalik foydali yoki foydasiz. Agar faqat iqtisodiy tomon qiziqtiradigan bo'lsa, albatta siz imkoniyatingiz darajasi rivojlangan g'arb davlatlariga bo'lsin, boshqa bo'lsin, maoshi yuqori bo'ladigan davlatlarga agar imkoniyat sizda bo'ladigan bo'lsa, albatta shu tomonga borganingiz ma'qul. Lekin Montenegro bu yerda topayotgan oyligingiz O'zbekistonda ham topasiz. Aksariyat men bilan kelganlarning ham ko'pchilik buni tasdiqlaydi. Asosan turizm bilan oxirgi vaqtlar investitsiya juda yuqori darajaga yetgani uchun qurilish sohasida juda ko'p ishlar boshlangan. Mana shu ikkita sohada asosan mutaxassis xodimlarni o'ziga jalb qiladi. Turizm va qurilish. Boshqa sohalarda ham bor, lekin agar siz o'sha qidiruv platformasidan qarasangiz, aholi soni 700 mingga ham bormaydi. 650 kichkina bir O'rta Yer dengizi yonida joylashgan davlat. Dengiz bo'yi bo'lgani uchun albatta bu o'z navbatida dam oladiganlarga va turizm sohasida ishni rivojlantirgan. Ko'rib turganingizdek, ham chiroyli bir manzara. Hozir bu tomon sal quyoshli ekan, albatta qiyin ekan. Bu tomon sal chiroyliroq, chunki bu tomonda quyosh yo'q. Quyosh yo'qligi uchun sal manzara ko'rinyapti. Xudo xolasa nasib ishlarni 1-2 oyda oylik olsak. Ochig'ini aytish kerak, biz 600 yevroga rozi bo'lib kelganmiz bu yerga. Oyligimiz 600 yevro. Qo'shimcha ishlasa bo'lishi mumkinmi? Ha, qo'shimcha soat ishlasangiz, endi 8 soatdan ko'proq, 12 soat ishlasangiz 900-950 gacha chiqarishingiz haqida mendan oldin kelib 1 yil ishlagan hindlar tasdiqlab berdi. Ya'ni hindistonlik mehnat muhojirlari hozirgi kunda shunday ishlashadi. Ya'ni mehmonxonada housekeeping deyiladi. Tozalash va shunga o'xshagan tozalikka javobgar shaxs.
Undan keyin 4 soat yana oshxonada qo'shimcha ish olib ishlashadi. Ular 12 soatgacha ishlab, oyligi 900 gacha, 900 yevrogacha olib borishga harakat qilishadi.